Shinra so'raganlarga Surxondaryoda Denodan Shinra avtosalondan kelib narxlarni tanishtiramiz. Hozirgi kunda aksiyalar ketyapti, bonuslar ketyapti ekan. Videorolik davomida Shavkat aka bilan tanishtirib o'tamiz. Eng qizig'i 1 yildan 5 yilgacha bo'lib to'lash imkoniyatlariga egasiz va esa shu Shinralarda hamma zapchasi bor. Qanday videoni boshladik, batafsil video davomida ko'rib o'tamiz. Surxon Media. Barchalarga salom, sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugungi videolar hammasi Surxondaryoda Denodan Shinra avtosalonidan kelib Shavkat aka bilan birgalikda Shinra narxlarini tanishtiramiz. Bu yerda hozir aprel oyida qanaqa aksiyalar ketyapti, narxlar qanday bo'lyapti? Assalomu alaykum Shavkat aka. Zo'rmisiz? Ishlardan charchamayapsizmi? Shavkat aka, mana Shinrani endi narxlarini tanishtirsak, hozir sezon keldi, mana ishlaydigan payt bo'ldi. Buni narxlari qanday, qanaqa qulayliklar, qanaqa bonuslar bor? Video davomida bilib o'tamiz. Bo'ldi. Yaxshi keldingiz. Zo'r, yaxshi rahmat aka. Rahmat. Surxon Media obunachilariga avvalo assalomu alaykum. Mana bugun mashinalarimiz endi ancha payt uzilish bo'lganda yetib keldi mashinalar. Masalan, mana shu qo'sh balon mashinamizni ham ko'p klientlarimiz biladi. Oylab kutganlar bor. Oldindan 100% to'lovni qilib, bir oylab kutib, mana mashinalar sotuvda bor hozir, nalitchida bemalol. Mana T30 bor. T30da benzinlik, zavodskiy metalli variantlari kelgan. Keyin dubil kabina bor, T32 marka. Buni zavodskiy metalligi bor, benzinligi bor. Bunda ham xuddi buni ham metalligi, benzinlik variantlari bor. Ular qo'sh balon, T30 benzin. Mana sotuvda hamma mashinalarimiz kelib qolgan. Hozir endi aprel oyida nima yangiliklar bo'ladi? Mashinalar yetib keldi, birinchi yangilik. Undan keyin har bitta olgan klientga, xarid qilgan klientga buni chexolini, keyin poligini, keyin manziliga yetguncha uzoqroq masofa joydan boshqa rayonlardan kelsa, benzin rasxotini qoplab beryapmiz. Mana shu yangilikni har bitta klientga qilib beryapmiz. Mana klientlarga bonus, chexol, polik va uygacha boradigan yoqilg'isini qo'yib berar ekan adoncharimiz. Kelaverasizlar. Shavkat aka, endi savol, bu naqd pulga olsa bo'ladi. Buni misol uchun muddati to'lovga 1 yildan 5 yilgacha olish variantlari bormi? Endi bularni xarid qilish sharti avtokredit bor. Avtokredit masalan 1 yildan 5 yilgacha bularni boshidan 25% yoki 30% to'lab olish mumkin. Masalan, har xil banklar shart har xilda. Masalan, Transbankda bosh to'lov 25% bilan olinadi. Milliy bankda bosh to'lov 30% bilan olinadi. Uzog'i 5 yilgacha olinadi. 3 yildan 1 yildan 5 yil. Xohlasa 5 yilga deb 1 yilga 2 yilga olib ko'rsam bo'ladi. Masalan, 5 yilga olinsa, shartnoma qilib, borinki 5 yilga olindi, lekin 1 yilda yopildi. Nima bo'ladi? 4 yillik sug'urta puli qaytariladi, mijozda to'langan. 4 yillik bankka to'lanadigan kredit foizi cho'ntagida qoladi. Yutug'i shu. Qulaylik. Endi kimdir xohlaydi 5 yilga deb 1 yilga uzib tashlash mumkin yo 2 yilga uzib tashlash mumkin. Bu qulaylik. Mijozga plusda u. Mijozga plus. Shavkat aka, keling bularni bir chekkadan narxlari bilan tanishtirib o'tsak xalqqa. Masalan, mana birinchida turgan T30 benzinli markamizni qarang. Benzin varianti buni 163 million 125 ming. Agar zavodskiy metan 90 talik qo'yilgan bo'lsa 173 million 125 ming. 10 million farq qiladi. Sababi buni metallari zavodda Xitoyda qo'yib kelinadi. Zavodskiy metan motorga moslashtirilgan. Bunday metan endi O'zbekistonda qo'ya olmaydi, chunki zavod qo'ygan buni. 1.5 donsa bilan 1.5 donus motor 115 ot kuchi. Endi buni ko'pchilik aniq biladi. ABS konditsionerlar bor. ABS konditsioner, ichida zadniy kamera, monitor, elektrousilitilni rol, kojinli salon hammasi bor. Bunisi keyin bu T30 qo'sh balon. T30 qo'sh balonniki bu ikkalasi motori farq qiladi. Bu 1.5 donus motor, bu 1.6 donus motor, 124 ot kuchi bor. Qo'sh balon, endi qo'sh balon bilan bir balonning asosiy farqi yukni ko'proq oladi. Orqaroqdan bir ko'rsataylik, yukni ko'proq oladi. Mana nimalar farq qiladi? Borti bir xil, borti razmerlari, faqat tagidagi rama buniki xuddi Labon ramasiga o'xshaydi. Buniki xuddi zillardikidek baquvvat qora rama. Adil rama ekan. Shundan farq qiladi. Keyin salonlari pashti bir xil, salonlari bir xil. Salon ichlarini. Motor 1.6 donus motor, 124 ot kuchi bor bu qo'sh balonda. Keyin oldi ham risor bo'ladi, ukajon. Oldi ham risor bo'ladi. Bularda amortizator, bunda risor bo'ladi. 1.6 donus motor, risor. Risorlik ham amortizator ham risor ekanda oldi. Endi bu yuk mashinalar bo'lgani uchun buni yumshoqligi birinchi o'rin emasda. Buni
qancha yuk olishi, Ha, qattiq jo'stkroq bo'ladi-ku bor resort. shunday. Ko'proq yuk olishi, motorni bularda yana bitta yangilik, garantiyasi uzaytirildi motorni. Oldin 2 yil 40 ming kilometr bo'lgan garantiya hozir 3 yil 60 ming kilometrga uzaytirildi. Ha. Sababi motorlar sinovdan o'tib bo'ldi buni xalqda. Gruz podiyomlar qanday bu kim ostida? Stadionda endi bunga 2 tonnagacha Ha, bir balonga, bunga 3 tonnagacha yukni bemalol qiynalmasdan olib ketish imkoniyati bor bular. imkoniyati bor Xo'sh aka. bo'ladi. Bu dubl kabina. Dubl kabina, mana Business 5 box. biznes box. Masalan, bozorchilar, boshqa nima deydi, quruvchilar ko'proq bu mashinadan olishadi. Ha, Quruvchilar keyin orqasi mana ko'rsating. mana orqalaridan bemalol 3 kishi o'tirib ketsa bo'lar 5 ekan. kishi bemalol o'tiradi. 3 kishi oldiga 2 kishi, 5 kishi bemalol o'tib ketadi. O'tiradi. Orqa ham 1,5 tonnadan oshiqroq yukni ola oladi bemalol. 1,5 tonna. Mana bular 315 ga 172 ku bir kabina. Ha. Buniki 260 ga 172. Zavodskiy metan. Zavodskiy metan xuddi shunday, qarang. Buni benzinlik varianti 172 million 500 ming, gaz qo'yilgani 183 million 125 ming. Mana aka. Ekranda raqamga bog'lanib, kelib ko'rib olaverasizlar. Mana avvalcharimiz Shinlar Shavkat aka bilan birgalikda tanishtiryapmiz. Bu T30 benzin tanishtirdik u yoqdagi. Mana T30 qo'sh balon. Qo'sh balon. Sotuvda turibdi naletchi. Buni hozir narxi qancha? Hozir T30 qo'sh balonning narxi 184 million 375 ming so'm benzinlik varianti. Yana bitta yangilik, ko'pchilik bildi buni. Bu zavodskiy metan qo'yib kelinyapti bunga. Ikki tomoniga ikkita 100 talik metan zavodskiy qo'yilyapti. Uni narxi 201 million 250 ming so'm bo'lyapti. T30 qo'sh balon, ikkita 100 talik zavodskiy metanda ham kelib qoladi o yaqin kunlarda. Bu yana boyagi dubl kabina. Bu dubl kabina tanishtirganmiz. U keyin mikroavtobusda Damask akasida bu. Damask akasi, Wheeling Bardosh, bu ham hammasi bular bitta zavodda chiqadi. Shinridan chiqadi. Asaka Motor zavodda chiqadi. Bular ham shu bitta zavodda chiqadi. Bu endi Wheeling Bardosh degan mashina ko'pchilik o'zi bilib qoldi buni. Buni narxi 119 million 900 ming hozirgi narx. 119 million 900 ming. Bu endi qarang, motor bilan 1.5 dolsmi bu? Qanday motorlar buni? Buni motori 1.2 motor bo'ladi. Mana Damaslarki 08 ku, buniki 1.2 motor. Qarang, Damasdan nima farqlari? Qarang, rollari yumshoqroq. Gidrolka. Yumshoqroq, keyin sidinalari ichkari ancha Damasdan kengroq, qulayroq. Keyin konditsioneri bor buni ichida. Udarku. Konditsioneri bor. ABS tormoz bor. Shunday qulayliklar yaxshi. Motori ham 1.2 motor. Damasdan kuchliroq motori. 100 kilometrga 6,5 litr rasxod beryapti bunga. 6,5 litr rasxod beryapti ekan. Bular ham masalan rasxodini aytmabmiz. 100ga 1.5 dollar motor 100ga 8 litr yeydi. Ana qo'sh balonlik 1.6 motor 100ga kamida 10 litr yeydi. 10 litr yeydi ona. Kamiga. Undan ko'prog'i bu ikki bir xil, prosta rangi boshqacha. Oq rang, seri rang. Oq rang, seri rang. Kim xohlaydi oqidan, kimdir xohlaydi serisidan. Unday tent qilingan variant ham bor. Samarqandda qilib kelingan mana shu tent hozir. Kuzov. Orqada. Metan ekan, zavodskiy bu ham. Bu zavodskiy metan T52 marka bu. Shunaqa marka ham bor-da, T52. T50, 52 markalar ham bor. Buni Samarqandda qilib kelgan hozir Denovda o'zida ham mana shundan ziyod qilib, chiroyli qilib beradigan ustalari bor. Samarqandda oldin ko'pchilik shay qilib borgan. Mana azobcharimiz Denovdan Shinirdan kelib, Shavkat akamizdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Endi Shavkat aka savol tug'iladi. Bu mashinalarni olsak, zapchaslari shu yerda bor, ha? Qarang, bularning hammasini zapchasi mana o'zimizda zapchasi bo'limida bor. O'zini original zapchaslari shu Toshkent narxi, pashta Toshkent narxida sotiladi. Unday muammo yo'q. Hamma zapchasi qanaqa zapchasi kelsa bor. Bemalol bizdan anaqa aloqaga chiqsa, zapchasida muammo. Keyin servis xizmatlari ham bor shu yerda. Servis xizmati ham Denovda, Termizda bor. Servisimiz bor. Bemalol servisda ham muammo yo'q. Mana azobcharimiz kelaverasizlar Denovda, bu taraf mana ularni Bansadan o'tib kelasizlar. Mana bu ularni Bansan yo'lda kottejlarning ro'parasidan kelasizlar. Xo'p, chap tarafdan esa Sarasadan kelasizlar. Ibrat mebel yonida. Xo'p, Ibrat mebelning yonida joylashgan Shinri avtosaloniga kelib, Shavkat akadan xarid qilishingiz mumkin azobcharimiz. To'liq video YouTube'da Surxon Media kanalida hamda Instagramda bor. Albatta Surxon Mediadan kelib ko'rib kelyapmansiz, Shavkat aka bonuslarni chiroyli qilib beradi. Chiqol, polik,
hamda 100 gacha boradigan yoqilg'isini ham qilib beradi. Xo'p. Pulini ham kelishtiramiz deyapti. To'g'rimi Shavkat aka? To'g'ri, to'g'ri, albatta. Siz nomingizdan kelsa chiroyli bonus alohida qilib beramiz. Ha, mana aka, kelaverasizlar.